Sokinlikdan kuch topadigan qalblar uchun. Uning ko'zlari sari. U o'z ishi bilan mashg'ul bo'lar, men uni tomosha qilib o'tirardim. Ba'zida kitob o'qirdim, ba'zida u bilan suhbatlashardim. U menga o'tmish hayotidan hikoya qilardi. Men haqimda uning qanday fikrda ekanligini bilib olishga tirishardim. Ba'zida oddiy ishlar haqida gaplashib qolsak, so'zlarimni diqqat bilan eshitardi. Ayniqsa menga xatar tug'ilishi mumkin bo'lgan ishlar haqida gap ochsa, bu masalani har tomonlama yoritib berardi. U doimo puxta va sinchkovlik bilan ish tutardi. Men bunga hamisha amin bo'lardim. U meni ehtiyot qilishni o'ylab shunchalik sinchkov va ehtiyotkor bo'lib qolgan deya olmasdim, albatta. U o'tmishdan gapirsa, ovozi muloyim va hazin tortardi. Og'a Rajab bilan qanday topishib qolgani va qanchalik bu odamga qattiq ishonib qolganini batafsil gapirib berardi. Uning aytishicha, Og'a Rajab Hamadonning hatto bigiz tiqib ham bir gap chiqarish qiyin bo'lgan dehqonlardan ekan. U meni o'z o'tmishimdan hikoya qilishimga hech qachon yo'l qo'ymasdi. Faqat o'sha "Qani gapirchi, boshingga nima ishlar tushgan o'zi?" deb qilgan shamasidan keyin biron marta mening gapirishimga rozilik bermadi. O'sha paytda mening jur'atim yetmagandi. Yana bir marta, o'shanda ham o'tmishimga qiziqib emas, balki yangi politsiya boshlig'usida gap ketganida bu mavzuni qo'zg'adi. Bu ham ishining manfaati va o'z muvaffaqiyati uchun edi. U o'z ishini deyishimdan maqsadim xudbinlik yo manmanlik emas. Asta-sekin uning siyosiy ishlarida shunchalik ishonchli odamga aylanib qoldimki, mening oldimda Og'a Rajabga hech kimga aytish mumkin bo'lmagan gaplarni aytishga ruxsat berar, u bilan bemalol gaplashaverardi. Uning uyiga kelib-ketib yurganimga ham 7-8 oy bo'lgandi. Bir kuni pechkaning yonida o'tirganimda sarosimaga tushgan Og'a Rajab kirib keldi. "Og'a, tashqariga chiqing, aytadigan gapim bor", dedi. "Nima gap? Shu yerda gapiraver", dedi ustoz. "Kechasi Farhod Mirzoni olishibdi", dedi u ko'zlarini ola-kula qilib. "Qayerdan bilding?" so'radi ustoz. "Hozir siz bergan paketni aloqachisiga beray deb borganimda, uni kechasi yo qamoqqa olishgan bo'lsa kerak, yo bo'lmasa shunaqa xavfi bor deb aytdi", javob berdi Og'a Rajab. "Uning qo'lga tushgani qayerdan ma'lum bo'pti?" so'radi ustoz. "Buni aloqachisi ham bilmaydi. Men o'zimcha shunday deb tushundim", dedi Rajab. Ustoz o'zini xotirjam ko'rsatishga tirishardi, biroq meni qo'rquv bosgandi. U Og'a Rajabdan yana so'radi. "Uyini tintuv qilishibdimi?" "Ha, o'g'o", ta'kidladi Og'a Rajab. "Qayerdan bilding?" "Kelishilgani bo'yicha, agar uylarda notinchlik bo'lsa, guldon va qizil qog'ozga o'ralgan shamdonni derazaga qo'yishlari kerak edi. Bugun ertalab guldon bilan shamdon derazalarida turuvdi." "Uni kechasi qamashganini qayoqdan bilding?" "Qo'shnilaridan so'radim." "O'zingni?" "Ha, o'g'o." Ustoz o'rnidan turib ketdi va zug'um bilan undan so'radi. "U yerga bor deb kim aytdi senga?" "Og'o, axir uning uyida ancha-muncha narsalar bor. Biron chorasini qilmoqchi edim." "Rajab, aqldan ozdingmi o'zi?" Ustozning butun a'zoyi badani titrardi. Men uni bunday asabiy, darg'azab holatda birinchi marta ko'rishim edi. Bu darajada o'zini yo'qotib qo'yishini hech ham tasavvur qila olmasdim. Qo'lidagi bo'yoq taxtachani stolga qo'yib, oq plashni oldi-da, yana joyiga o'tirdi. So'ng Og'a Rajabga qarab, "Bor jo'na, qosh qo'yaman deb ko'z chiqaribsan. Nima qilib turibsan endi?" dedi-da, sal shashtidan tushib, gapida davom etdi. "Agar qog'oz, hujjatlarni ko'paytiradigan apparat qo'lga tushgan bo'lsa, ish rasvo bo'ladi. Avvalo uni qanday qamoqqa olishganini bilish kerak edi. Bu ehtiyotsizligi bilan ishning pachavasini chiqarib, qo'lga kiritgan barcha yutuqlarimizni chippakka chiqarishi mumkin", dedi. Meni vahima bosgandi. O'zim uchun emas, albatta.
Agar meni hibsga olish evaziga ustozning menga bo'lgan muhabbati ortishini aniq bilsam, buni sizga ham jon deb rozi bo'lardim. Ustoz xonada birpas u yoqdan bu yoqqa yurgach, Rajabni chaqirdi. Uyini tintuv qilishganini qayoqdan bilding? So'radi undan. Farhod Mirzoni avtomobilda uyga olib o'tishganida ko'cha boshida turgandim. Xotirjam javob berdi Rajab. Qachon? Shu 1 soat ilgari. Ustoz soatiga qarab olib, hozir soat nechi bo'ldi? Deb so'radi. 1. Farhod Mirzo seni ko'rdimi? Ha, og'a. Senga ishora ham qildimi? Yo'q, og'a, o'zini ko'rmaganga soldi. Lekin qaytib ketishayotganida mashina ichidan menga bir qarab qo'ydi. Ko'rinishidan xursand edi. Chunki siz uning qo'lga olinganidan xabardor bo'lishingizni bilgandi. Uning uyidan nima olib ketishganini bilmadingmi? Men Ray ko'chasining boshida turgan edim. O'zingizning xabaringiz bor. Uning uyi ko'chaning o'rtalarida joylashgan. Shu sababli mashinaga nima solishganini bilolmadim. Juda yomon ish qilibsan. Meni toza xunob qilding. Biz har kim o'z boshiga ish qilsin deb kelishmagandik shekilli. Endi bo'lar ish bo'pti. Mabodo qo'lga tushsang o'zingdan ko'r. Endi biron chorasini topishga urinib ko'rishimiz kerak. Agar asbob uskuna, qog'ozlarni olib ketishgan bo'lsa, nima ham qilardik? Ammo olib ketishmagan bo'lsa, qayerdaligini bilish zarur. Mana shu keyingi 2-3 kun ichida bu narsalarni boshqa joyga ko'chirish kerak edi. Bilmadim, qayerga olib borib qo'ydi ekan. Bizning vazifamiz 2 narsani aniqlash. Birinchisi, uni nimada ayblab qamoqqa olishgan. Ikkinchisi, asbob uskunalarni olib ketishganmi yo'qmi? Ustoz biroz o'ylanib qoldi. So'ng Rajabga qarab, hech qayoqqa ketmay tur. Shu yerda bo'lgan. Ozroq fikrlashib olishimiz shart, dedi. Og'a Rajab xonadan chiqishi bilan so'radim. Farhod Mirzoni nimada ayblashganini qay yo'l bilan bilmoqchisiz? Deb so'radim. O'zidan so'rab bilish kerak, dedi u. Qanday qilib? Kimnidir qamoqxonaga yuborishimiz kerak, javob berdi u. Miyamga bir fikr keldi. Shu zahoti unga dedim. Makon, qamoqxonaga men boraman. Seni? Ha, men. Yo'q, bu sen qiladigan ish emas. Nega? Men bunaqa ishlarga yaramaymanmi? Siz hech qachon menga qiyin ishlarni topshirmaysiz. Nima? Mening qonim ularnikidan boshqachami? Yo'q, gap unda emas. Bu juda nozik ish. Senday odamni xavf ostida qoldirib bo'lmaydi. Sendan boshqa ishlarda foydalanamiz. Doimo topgan bahonasi shu edi. Menga xatarli ishlarni topshirishdan tortinardi. Bilmadim, menga bag'ir bosib qolgani uchunmikin, yoki meni muhimroq ishlarga mo'ljallab qo'yganmidi? Biroz turib qo'shib qo'ydi. Buning ustiga Farhod Mirzo turkiy tilda gapiradi. Shuning uchun seni singlisi sifatida yuborib bo'lmaydi. Farhod Mirzo uning laqabi. Men qaylig'i yoki xotini bo'lib borishim mumkin, dedim men. O'zingni ham qamab qo'yishsa-chi? U holda qamoqdan qutulib chiqqach, yana bir bor, agar seni qamashsa ko'p o'tmay, mening ham tagimga suv qo'yishadi. Undan so'ng meni hech qachon ko'rolmaysan. Darrov gapimni bo'ldi ustoz. Yo'q, seni nobud qilishlariga yo'l qo'ymayman, dedim men. Sochlarining orasiga barmoqlarini tiqib, 1-2 marta orqaga qaradi-da, boshini sarak-sarak qilib, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Uning oldiga qanday bormoqchisan? Dedi. Sen qanday buyursang shunday. Undan tashqari politsiya boshlig'i menga shaxsan tanish. Oldiga iltimos bilan borsam, rad qilmasligi aniq. Uni Parijdan taniyman. Qolaversa, otam bilan ham uzoq qarindoshligi bor. Xabaring bor. U otamni Qazvindan Karbaloga jo'natdi, dedim unga. Shunda uning rashki keldi. Birinchi marotaba o'tmishimga ishora qildi. Ko'zlaring ham uni yuragidan urgan ekanda. Ko'zlarim kimning yuragidan urganini bilmayman, deb javob berdim. Ammo men bilaman, ters javob qildi u.
Xo'sh, kim ekan? Qani ayt-chi, dedim men. Menga sinovchan nazar tashladi, lekin indamadi. Uning bu ko'z qarashlari menga tanish edi. Hozir qiyofasi, xatti-harakati, tumshayishidan hech narsani anglab bo'lmasdi. Birpas shu qabilda turgach, e'tiroz ohangida, "Meni gapga solib nima qilasan? Ke qo'y, ishimizni bitiraylik", dedi. U yana xona ichida u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Gohida to'xtab, boshi qotgan qiyofada menga tikilardi. Boshni chayqab qo'yar, so'ng qaysidir rasm qarshisida to'xtab, qo'li bilan yuziga qo'ngan garni artardi. Unda tasvirlangan qorli daraxtga tikilib uzoq turib qolardi. Kutilmaganda menga yuzlanib, "Farangiz, bor, qayoqqa borsang boraver, nima qilsang qilaver", dedi u. Men faqat ikki narsani bilishni istayman. Biri shuki, qog'oz va asbob anjomlarni u yerdan olib ketganmi, yo'qmi? Ikkinchisi, uni nima uchun qamoqqa olishgan? Men undan so'radim. "Farhod Mirzo qanaqa odam o'zi? Ozroq gapirib bering, u bilan qanday uchrashishimni bilib olay." U menga Farhod Mirzoni ta'riflab berdi. Farhod 25-26 yashar yigit. Meditsina fakultetini yaqinda bitirgan. Otasi zanjonlik yer egalaridan edi. Hozir vafot etgan. Onasi Zanjonda turadi. Ilgarilari otasi Zanjon xonining o'qchilaridan bo'lib, biroz vaqtgacha isyonchilik qilib yurgan edi. To'ntarishdan keyin uni afv etishib, Qur'on ushlatishdi. Sal o'tmay esa hibsga olishdi. U qasr qamoqxonasida nashabangilikdan o'lib ketdi. Farhod Mirzo o'rta bo'y, yuzi cho'tir yigit. Tez-tez asabiy gapiradi. Hazilkash, odam xun. Bir so'zli aytganidan qaytmaydiganlardan. Ammo o'ziga yarasha xudbinliklari ham bor. Ustoz uning tabiatidagi hamma xislatlarni bir-bir aytarkan, gapining so'ngida shunday dedi. Qo'rqoq emas, ammo o'zini dovyurak qilib ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Hamma ishni yengil-yelpi o'ylaydi. Institutda ham tilini tiyib yurolmaganidan atrof tevaragida hukm surgan vahima, dahshat sharoitida talabalar uning gaplariga quloq solishdan hayiqishardi. Asabiyligi shu darajadaki, ba'zan butunlay o'zini yo'qotib qo'yadi. Jahl, baqiriq bilan boshqalarning ko'zini ochish mumkin deb kalta o'ylaydigan yoshlardan. Uning yuragiga yurmaydigan, irodasiga bo'ysunmaydigan har bir odamga o'shqiriq bilan tashlanadi. Mana shu ehtiyotsizligi uning qo'lga olinish sabablaridan biri bo'lsa kerak. Uning uyi Ray ko'chasidagi muyulishlardan birida. O'zining ismi Muhsin Kamol. Otasining ismi... U qancha urinmasin, otasining ismini eslay olmadi. Shunda menga qarab, Zanjonda Hoji Kamol nomi bilan mashhur bo'lgan. Agar sendan otasining ismini so'rab qolishsa, o'lib ketgan, bilmayman deysan. Onasining ismini ham bilmayman, deb qo'ydi. Sizda uning surati yo'qmi? Ko'rsam, o'zim tanib olardim, so'radim men. Surati yo'q, dedi u. Lekin bir-ikki xomaki rasmini chizib beraman. U yozuv stolining orqasiga o'tirib, yo'g'on qora qalam bilan qalin karton qog'ozga uning rasmini chiza boshladi. O'zi bilan o'zi gaplashayotgandek, uning yuz tuzilishini ovozini chiqarib aytardi. Peshonasi keng, sochlarini bir tomonga yotqizib taraydi. Mo'ylov qo'ygan, aftida xushro'ylikdan nishon ham yo'q. Burun tarvaqaylagan, lablari do'rdoq, qora mag'izdan kelgan, lekin sal asabi buzilsa bo'ldi. Betiga qon quyilib, fig'oni falakka chiqib ketadi. Ustoz tushlik ovqat paytida ham menga u haqda gapirib o'tirdi. Farangiz, bu qiyin ish. U bilan ko'rishganing hamonu o'zingni shunday tutishing kerakki, haqiqatdan ham seni o'zining qaylig'i deb o'ylasin. Esli hushli yigit. Bir qarashda yo'q niyatingni ilg'ab oladi. Yoningda albatta pul olib bor. Esingda bo'lsin, agar shubhalanib qolguday bo'lishsa, pul bilan bir pasda shubhasini bartaraf qilsang bo'ladi. Ehtiyot bo'l. Kechuv ko'rmay etik kechma. Anavi xudo urgan ayg'oqchilarning orasida siyosiy mahbusni ko'rgani kelgan ayoldan pora olishga qo'rqadiganlari ham bo'lishi mumkin. U birdan jimib qoldi. Ichki iztirobi qiyofasida aks etib turardi.
Biroz shu holatda o'ylanib turgach, nima qilasam bo'lmasa, to'g'ri politsiya boshlig'ining oldiga boraverasanmi? Deb so'rab qoldi. Yo'q, dedim men. Avval ishni mana shu laychalar bilan bitirishga urinib ko'raman. Agar hech narsa chiqmasa, undan so'ng politsiya boshlig'ining oldiga boraman. Men ketishga qo'zg'aldim. Soat 2dan oshgan edi. Hozirning o'zidayoq bormoqchimisan? So'radi u. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, javob berdim men. Sen kiyinguningcha uning rasmi ham tayyor bo'ladi, dedi u. Qahraton qish payti edi. Egnimda xorijda sotib olgan chiroyli mo'yna paltom bor edi. Qizil durramni o'rab, paltomni kiygach, uning oldiga qaytib kirdim. Keling, yaxshilab ko'rib, qiyofasini esda saqlab qoling, dedi u menga. Farhod Mirzoning chehrasi menga tanish ko'rindi. Bu mo'ylovli yigitni qayerdadir ko'rganimni esladim. Ustoz, bu yigitni bir joyda ko'rganman, dedim men. Qayerda ko'rgansiz? Deb so'radi. Biroz o'ylab turgach, bu o'sha kuni kechasi kinoteatr eshigi tagida orqa tomoningizda turgan yigit emasmi? Dedim men. Qaysi kecha? So'radi u. O'sha kecha. Qiyofasidan maqsadimga tushunganini payqadim, lekin pisanda qilib qo'yish niyatida edim. O'sha ikkovimiz Qarashsoyi bo'yiga borgan kechamizchi? Qo'li bilan og'zimni tutib, boshqa gapirgani qo'ymadi. Uning qo'liga lablarimni bosdim. U chayon chaqqanday qo'lini tortib oldi. Yuragi siqilib ketdi chamasi, deraza oldiga borib, kumush libosga burkangan daraxtlarga tikilib turib qoldi. Xona eshigini ochib tashqariga chiqdim. Zina tepasiga yetganimda orqamdan yetib keldi va sirpanib yiqilmasin deb qo'ltig'imdan oldi. Tashqari eshikni ocha turib, gapingiz to'g'ri, deb qo'ydi. Ketishim oldidan menga bir ikki og'iz shirin so'z aytadimi deb o'ylagandim. Lekin bunday qilmadi. Fikru xayoli ish bilan band edi. Mening bu jur'at va fidokorligimni tamomila oddiy bir ishdek qabul qildi. Siz haqsiz. Muhsin Kamol sizni taniydi. U o'sha kinoteatrda biz bilan birga bo'lgan yigit. Xotirangiz yaxshi ekan. Alloh yoringiz bo'lsin, dedi u. To'g'ri uyga jo'nadim. Ustimga zanjonlik bir mulkdorning soddagina doktor o'g'lining qaylig'iga munosib kiyim kiyib, yaqinda bitgan muvaffaq qamoqxona tomon shoshildim. Nozim janoblari, Xudo hech kimni qamoqxona posbonlariga ishi tushkulik qilmasin. O'sha kuni chekkan xo'rliklarimni batafsil aytib berardim-u, baxtga qarshi vaqt allamahal bo'lib qoldi. Uning ustiga sizni zeriktirib qo'ymasam deb qo'rqaman. Faqat shuni unutmangki, o'sha kuni umrimda birinchi marta chekkan xo'rlik va zorliklarimning barchasi uning dastidan deb bilaman. Gapimning mazmuniga diqqat bilan quloq soling. U menga bir og'iz bunday tahqir va xo'rlikka ko'ngin degani yo'q albatta. Ammo o'z shaxsiy g'arazim uchun uni qo'lga olish niyatida boshqa ne ishlarni qilishga ham tayyor edim. O'sha kuni hokimiyat tepasida turganlarning bu sho'rpeshona, xo'rlangan xalq ustidan qanday jabr-sitam o'tkazayotganini birinchi bor o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qamoqxona eshigi tagida bir to'da odam navbat bilan kutib turardi. Erkaklar bo'g'iq, hirqiroq ovoz bilan baqirishar, ayollar uvvos tortib chinqirishar, bolalar yig'lashardi. Posbonlar shaloq so'zlar bilan so'kib, ularni qamoqxonaning temir darvozasi oldidan haydashardi. Darvozabon orqadan turib, bir tumanlik qog'oz pulni cho'zgan cholni ko'rdi-da, odamlar tepasidan qo'l uzatib, uni oldi. So'ng cholni odamlar orasidan sudragudek qilib tortib chiqardi-da, yelkasidan turtib qamoqxona ichkarisiga kiritib yubordi. Odamlar bir-birining ustiga minib, tirsaklari bilan yo'l ochar, har kim o'z bilganicha ishni bitirishga tirishardi. Men bir qarashda yo'q, ular bilan tenglasha olmasligimni yaxshi tushundim. Qo'lida osh-ovqat tuguni bor bir kampirdan, "Bu yerda nima gap o'zi?" deb so'radim. Keyin bilsam, shu kuni mahbuslar bilan ko'rishishga ruxsat berilgan kun ekan. Kampir mendan, "Nega keluvding?" deb so'radi. "Qaylig'imni ko'raman deb kelgandim", dedim.
Sizniki albatta siyosiy mahbus yoki podsholik molini o'marib qo'lga tushgan bo'lsa kerak. Bugun beva bechoralar kuni. Siyosiylar bilan ayyonlarini bugun ko'rsatmaydi, dedi. Va uning gapidan ma'yus tortganimni payqab, menga ichi achidi shekilli. Men o'g'limni ko'rgani keluvdim. Shofyor edi. Odam bosib 5 yilga qamalib ketdi. Siz men bilan qo'shilishib yuravering. Ichkariga kirgandan keyin bir amal taqal qilib ko'rarsiz, deb qo'shib qo'ydi. Temir darvoza og'zida bir nechta erkak u ayol posbon bilan gap talashib turardi. Posbon so'kinib, qamchisini sermagan edi. Bir barakaga 50-60 odamning dod faryodi ko'tarildi. Menga hirs bilan mo'ltayib turgan posbon boshidan nega ichkariga kirishga qo'ymayapsiz axir, deb so'radim. U odob bilan, xonim, qamoqxona ichi to'la odam, bir qismi qaytib chiqsin, keyin bularga joy bo'shaydi, deb javob berdi. Meni ichkariga qo'yib yuboring, dedim-da, qo'liga 5 tumanlik pul qistirdim. U mendan, kimni ko'rmoqchi edingiz, deb so'radi. Muhsin Kamolni, dedim. Nima ish qilardi? Doktor. Nega qamashgandi? Bilmayman. Qachon olib ketishgandi? Kecha-kechasi. Agar siyosiy bo'lsa, iloji yo'q. Siz ichkariga kiriting, u yog'ini o'zim bilaman. Posbonboshi yo'l bo'shatdi-da, darvozabonga qarab, bularni qo'yib yubor. Qaytishda sening tegishingni ham berib ketadilar, dedi. Men deraza tomondan oldinga o'tdim. Yig'ilganlar menga hasad bilan yeb qo'ygudek qarab qolishdi. Egniga grajdancha kiyim kiygan bir kishi yo'limni to'sib, nima ishingiz bor edi, deb so'radi. Mening o'rnimga posbon javob berdi. Bir mahbusni ko'rgani kelgan ekan. Hasan og'a, qo'yib yubor, o'tsinlar. Janob posbonboshi, yo'lni bilmayman, menga ko'rsatib qo'ying, dedim men. Posbonboshi darvoza tagida ma'murga bir ikki og'iz nimalarnidir gapirdi. Shunda grajdancha kiyingan ma'mur menga qarab, xonim, agar siyosiy bo'lsa ruxsat berishmaydi, dedi. Men posbonboshiga o'girilib, agar bu janob meni Kamolning oldiga olib borib qo'ysa, tuzukroq inom berishimni aytdim. Posbonboshi menga o'rgatdi. Xonim, navbatchi ofitser oldida siyosiy deb aytmang. Pul o'marib qo'lga tushgan deng. Basharasi xunuk, irkit kiyimdagi haligi kishi orqamizdan qolmay ergashib kelardi. Hasan og'a, kechasi bu yerga birontasini olib kelishdimi? So'radi undan posbonboshi. Biz har doim olib kelamiz. Kechasi ham 2-3 tasini olib keldik, javob berdi ma'mur. So'ng menga yuzlanib, xonim, siz kimni ko'rmoqchi edingiz, deb so'radi. Muhsin Kamolni, dedim. Hoynahoy anavi varaqa tarqatganlardan bo'lsa kerak. Siz uning kimi bo'lasiz? So'rab qoldi u mendan. Qaylig'iman, dedim. Posbonboshi qulog'imga engashib, sekin shivirladi. Uni rozi qilishingiz kerak. Bu la'natlilar tegishni olmaguncha chakkaga o'chmaydi. Ammo ma'mur posbonboshidan quvroq edi. U o'z ishiga jiddiyroq qarardi. Xonim, siz avval siyosiy idoraga kirib chiqishingiz kerak. Ulardan ruxsat olmasangiz, mahbus bilan uchrashishga ko'nishmaydi, dedi u o'z bilganidan qolmay. Posbonboshi unga nimanidir uqtirishga harakat qilardi. Mening yuragimda yurak qolmagandi. Birdan siyosiy idora ma'muri posbonboshni jerkib tashladi. Sen nima deyapsan o'zi? Mahbus hali uyini ko'rsatgani yo'q, shuni bilasanmi o'zi? Posbonboshi gap jiddiyligiga tushunib qolgach, mendan ko'proq pul undirishni o'ylab ishtahasi karnay bo'lib ketdi. Ikkovi uzoq pichirlashishdi. Biroq siyosiy idora ma'muri gapga ko'nmadi. Xonim, ketdik. Siyosiy idoraga boramiz. Sizga o'sha yerda ruxsat berishlari kerak, dedi u meni qistab. Sizning nima ishingiz bor? Nima deyapsiz o'zi? Bugun ertalab uyda tintuv o'tkazishdi-ku, dedim. To'g'ri, lekin u yer o'zining uyi emas. Anavi varaqqa chop etib ko'paytiradigan bosma apparati bor uyini aytyapman, dedi ma'mur. Hech unaqa narsasi yo'q. Sizlar yanglish qamagansizlar, dedim men.
Men o'z topshirig'imni bajarib bo'lgan edim. Asl maqsad Farhod Mirzoni ko'rish emas edi. Ustoz mendan 2 narsaga javob talab qilgan edi. Qanday qilib va nimada ayblanib qamoqqa olingan? Qog'oz va asbob anjomlarini olib ketishganmi, yo'qmi? Uning qo'lga olingani ma'lum edi. Birontasi uni tutib bergan, xiyonat qilgani aniq edi. Chunki siyosiy idora uning uyida ko'paytiradigan bosma apparat va qog'ozlar borligini oldindan bilgan. Bu asbob va qog'ozlarni topmay turib, uning borligini bilishgan ekan. Demak, kimdir buni oldindan sezgan va ularga aytgan. Faqat asbob-uskunani oldinroq u yerdan olib ketishga ulgurishgan. Bugun ertalab Farhod Mirzoning uyida tintuv o'tkazishganda hech narsa topisha olmagani uchun hali o'zining asl turadigan joyini ko'rsatmadi deb xayol qilishayotgan edi. Siyosiy idora ma'muri o'z so'zida turib oldi. Xudo bizning yanglishganimizni rost qilsin. Nima bo'lganda ham siz men bilan siyosiy idoraga borishingiz kerak. Negaki qaylig'isiz. So'zsiz u yashaydigan uyni bilasiz. Albatta bilaman, dedim hozir javoblik bilan. Uyi qayerda? So'radi u. Ray ko'chasi. Noybusalton bozorchasining qarshisidagi tor ko'cha, dedim shartta. Siyosiy idora ma'muri bo'shashdi. Posbonboshi siyosiy idora ma'murining past tushganini sezib ancha dadillashdi. Ko'rdingmi akasi, ko'rdingmi? Odamlarni bekordan bekorga boshini qotirasanlar. Senlarga davlat nima uchun non beradi o'zi? Soat taxminan kechki 5:30 bo'lib qolgandi. Siyosiy idora ma'muri uning gaplariga e'tibor bermay, yana menga murojaat qildi. Har holda uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, siyosiy idora ma'muriyatidan ruxsat olishingiz kerak. Hozir esa ish vaqti tugadi. Siyosiy idora ma'muriyatining ruxsatisiz siyosiy mahbuslar bilan uchrashish qat'iyan man etilgan va hech kim sizni uning oldiga qo'ya olmaydi. Politsiya boshqarmasining boshlig'i ruxsat bera oladimi? So'radim men. Albatta, dedi u. Keling bo'lmasa, men qamoqxona ichidan unga telefon qilaman, dedim. Hazrati oliylarini taniysizmi? So'radi u. Ha, u kishi o'z odamim bo'ladi, javob berdim. Men siyosiy idora ma'muridan qutulish uchun biron bahona izlardim. Shuning uchun politsiya boshqarmasining qo'mondonini va unga yaqinligimni tilga oldim. Maqsadim siyosiy idora ma'murini daf qilish edi. Yo'qsa Farhod Mirzoni ko'rish uchun politsiya boshlig'iga aslo murojaat qilmoqchi emasdim. Aslida endi Farhodni ko'rishning zarurati ham qolmagandi. Siyosiy idora ma'murining so'nggi bir gapi xayolimga bir fikrni keltirdi. Butun baxtiqaroligim ham shundan bo'ldi. Qanday qilib o'zimga o'zim tuzoq qo'yib, unga ilinganimni va hayotimni mana shu ko'yga solganimni siz bilib qo'ying deb qamoqxona hangomasini batafsil hikoya qilib beryapman. Agar tanisangiz, qaylig'ingizni bo'shatishning biron chorasini qilib ko'ring, dedi ma'mur ta'naomuz. Bu gap mening jonimga ora kirdi. Qamoqxonadan to'g'ri uyga ketdim. Kiyimlarimni almashtirib, birinchi marta ustozga oldindan xabar qilmasdan uyga bordim. Mening oldimga 2 savolni hal qilish vazifasini topshirgandingiz. Javobini olib keldim, dedim uni ko'rishim bilan. Naq katta g'alabani qo'lga kiritgan odamdek. Muvaffaqiyatimni unga pisanda qilib. Ko'rdingizmi? So'radi u. Yo'q, ko'rganim yo'q. To'g'rirog'i, ko'rishni xohlamadim. Xo'sh, nimaga? Siz 2 savol bergandingiz. Javobini olib keldim. Nega qamashibdi? Varaqa tarqatgani uchun. Asbob-uskunalar qayerda ekan? Bunisini bilmadim, lekin uydan hech vaqo topisha olmabdi. To'ppa-to'g'ri. Politsiya boshqarmasi qo'mondonining oldiga bordingizmi? Yo'q. Politsiya qo'mondonining oldiga borganim yo'q. Ammo siz ruxsat bersangiz boraman. Undan so'ng sizga aytib bergan narsalarimni batafsil gapirib berdim-da, o'zim chiqargan xulosani o'rtaga tashladim. U menga bir piyola issiq choy berdi. O'tirib, ishlayotgan chorpoyasini olib kelib, pechkaning yoniga, mening qarshimga o'tirdi. Uning tizzalari tizzamga tegib turardi.
U qo'limni qo'llari orasiga oldi-da, "Balli, o'ta dovyurak qiz ekansiz", dedi. Ko'zlarimdan tirqirab yosh chiqishiga oz qoldi. "Aksincha", dedim men. "O'ta yuraksiz qizman. Meni dovyurak va jur'atli qilgan siz." Zarracha soxtalik bo'lmagan, yalinch to'la ko'zlarim bilan xuddi bir tomchi suv deb xaloslab nafas olayotgan va bir og'iz ortiqcha so'z aytishga majoli qolmagan odamdek unga termildim. So'ng o'rnidan turib, engagimning tagidan qo'li bilan tutdi-da, meni shu paytgacha ko'rmagan bir shiddat bilan dedi: "Sen qiz menga bunday qarama. Bu ko'zlaring bir kun emas, bir kun meni katta xatoga yo'l qo'yishimga sababchi bo'ladi." "Koshkiydi, men orzuyimga yetgan bo'lardim", dedim men. Bergan javobim yurakdan edi, ammo u zarracha e'tibor bermadi. Aksincha, meni qiynamoqchi degan xayolga bordi shekilli. Bu gapim ko'zlagan mo'ljalga tegmadi, lekin ovni jarohatladi. U o'rnidan turdi. "Sen meni qiynashdan boshqa narsani bilmaysan", dedi u. "Biram bag'ritoshsiz-ey", dedim javoban. Bu gapim endi foydasiz edi. Men haqimdagi fikri unga tinchlik bermas. Men bo'lsam qanday qilib uning fikrini o'zgartirishni bilmasdim. "Siz yanglishyapsiz", dedim unga. Shu payt shartta o'rnimdan turib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Qaytib o'zi chaqirmaguncha oldiga kelmoqchi emas edim. Ammo u birdaniga ninalarini yig'ishtirib olgan jayradek oldimga kelib, o'ta muloyimlik bilan dedi: "Farangiz, ketma, gap bor. Biz bir-birimiz bilan do'st bo'lib qolishimiz kerak. Hayot bizning taqdirimizni shu tariqa o'zaro bog'lagan. Biroz o'tir." Bir lahza ikkalamiz ham jim qoldik. Men deraza qarshisida turardim. U chorpoyada yerga qarab o'tirardi. Keyin u qamoqxona darvozasi oldidagi voqealarni miridan sirigacha so'radi. Ma'murlar, posbonlar haqida, ularning odamlarga munosabati to'g'risida gapirdi. Undan so'ng kim Farhod Mirzoni tutib bergan bo'lishi mumkin deb xayol surib ketdi. Oxirgi 2-3 kun ichida bir necha odamni qamoqqa olishdi. Jalol, Abdul va Shotirni olib ketishdi. Farhod Mirzoning uyida apparat borligidan va varaqalar o'sha yerda bosilishidan faqat Shotir xabardor edi. Ammo Shotir Farhod Mirzoni tutib berishi mumkin emas. Negaki Farhod Mirzo varaqalar va asboblarni u orqali boshqa uyga ko'chirgan bo'lishi kerak. U yangi joyni biladi. Ammo bir tomoni bor. U biroz o'yga toldi. So'ng gapida davom etdi. "Sen Shotirni bilmaysan. Zarradan tog' yasaydigan odam. Mana 25 yildirki mohir ishchi. Bir paytlar Julfada mashinist bo'lib ishlagan. Afsuski, og'zi bo'shroq. Uning fikricha bu siyosiy harakatlar bo'lmag'ur narsa. Bolalar o'yini emish. Unga faqat vaqti kelib bir eshelon revolyusion askarlar bilan bitta lokomotivni berishsa-da, qani bos oldinga deyishsa bas. U shuni kutadi. Menimcha u birontasiga aytib qo'ygan bo'lsa kerak. Balki qo'lga olinganlardan hech biri Farhod Mirzoni sotmagandir. Ehtimol, xoin hali ham oramizda yurgandir. Kamida 1 soat men bilan, to'g'rirog'i ko'proq o'zi bilan o'zi Farhod Mirzoni kim tutib bergan bo'lishi mumkin deb gaplashib o'tirdi. Soat 10 bo'lganda men ochiqib o'rnimdan turdim. Birga uydan chiqdik. Sovuq suyaklarni zirqiratardi. Damovan tog'i tungi oq qalpog'ida uzoqdan savlat to'kib turardi. U qo'ltig'imdan tutib olgandi. Biz indamay borardik. Darvozamiz tagida u bilan xayrlashdim. Qo'limni qattiq siqib qo'ydi. Uning nazarida hurmatim oshganini his etdim. Ammo qo'limni siqishida hayajonli titroq sezmadim. Endi kirib ketmoqchi bo'lib turganimda "Politsiya qo'mondonining oldiga borishga shoshilmang. Kerak bo'lsa, o'zim xabar beraman", dedi. Darvozani ochib ichkariga kirib qarasam, hamma xonalar qorong'u bo'lib, faqat dahlizdagina chiroq bor edi. Onam sho'rlik endi ko'nikib qolgan edi. Fazla Sulton kechki ovqatimni olib keldi.
Ovqatlandim-u, o'zimni o'ringa otdim. Allamahalgacha ko'zimga uyqu kelmadi. Bir necha kun uning uyiga bormadim. Bu odam tushunmasdan meni ranjitardi. Ko'ra bila turib menga azob berishini tasavvur qilolmasdim. Munosabati meni kuydirardi. O'zi meni chaqirar deb kutgandim. Daragi bo'lmadi. Sabrim chidamay yana o'zim telefon qildim. O'zim bordim. Shundan 2-3 hafta o'tgandan keyin menga telefon qilib, zudlik bilan kelib ket dedi. Soat kechki 5 edi. Hali ham qish sovug'i zaptiga olib turardi. Uning uyiga yetib kelishim bilan menga hozirgacha Farhod Mirzodan hech narsa bilisha olmabdi. 2-3 kundan beri uni qiynoqqa solishyapti. Kechasi ertalabgacha bir necha marta qo'liga osma kishan urishibdi. Endi politsiya boshlig'ining oldiga borishni o'ylab ko'rishimiz kerak. To'g'risini aytsam, kechasidan beri shu ish yuzasidan unga murojaat qilsakmikan yo yo'qmi deb o'ylayman. Xullas kalom, boshqa choramiz yo'q. O'zing nima deysan? Bu uzoq qarindoshing haqida biroz gapirib berolmaysanmi? dedi. Bu uning birinchi bor mening o'tmishim haqida surishtirishi edi. Men bor gapni hikoya qilib berdim. Hamma narsani yaxshilab eshitib bo'lgach, Farangiz, azizam, sendan Farhod Mirzoni qutqarishni so'raganman. Har qanday yo'l bilan bo'lmasin, uni qamoqdan ozod qilish kerak. Aks holda uni o'ldirishadi. Farhod Mirzo og'iz ochib bir narsa aytadigan odam emas. Uni qiynab o'ldirishadi, dedi. Har qanday yo'l bilan bo'lsa-yami? So'radim men. Indamadi. Ko'zlarimga tikilib qaradi. Ko'rinishdan gapning tub ma'nosini anglamagandek edi. Hatto agar bir umrga o'zimni sotish evaziga bo'lsa-yami? Dedim men. Yo'q, bunchalik qimmatga emas, javob berdi u. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.